Rocky F1 gibrid niholchalarini yerga qachon ekkansiz? 2-iyunda ekkanman. 6-iyulda sotish boshlaydi, terish boshlaydi terimni. Kunora kuniga 150-200 kilogacha teryapmiz. Rocky F1 gibridi haqida nima deya olasiz endi? Xudo xolasa, keyingi yil ham shuni ekishga harakatdamiz endi. Sizga ma'qul bo'ldi demak. Ha, ma'qul, yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, issiqxona shaydolari, fermerlar va dehqonlar. Mana bugun biz Alfa Agro jamoasi Toshkent viloyati Zangiota tumanida Istiqlol MFda bo'lib turibmiz. Bu yerda mana Akmal akamiz issiqxonalarida Alfa Agro jamoasi kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Rocky F1 gibridlar ekilgan. Shu kunlarda mana har kuni hosil terilyapti. Hosildorlikni, hosili shaklini, rangini, qattiqligini juda ham dehqonimiz mamnunlar, rozi bo'lib, haligi sortdan juda ham mamnunlar. Endi ko'rib turganingizdek, mana bugun sana 22-avgust, ancha salqin ob-havolar boshlangan. Dehqonlarimiz yaxshi bilishadi. Lekin Rocky gibridi ko'rib turganingizdek, barglari toza, hech qanday kasallik alomatlari yo'q. Endi to'g'ri hasharot zararkunandalarga qarshi kimyoviy ishlov beryapman dedilar. Hozir o'zlaridan ham intervyu olamiz, ko'ramiz. Lekin ahamiyat berishlarini so'rardik. Mana hosillari juda ham qattiq, tavalli xususiyatlari juda ham yuqori, ser hosil. Har bitta bo'g'imida o'sha o'zingizlar biladigandek 3 ta 4 tadan hosillari bor va ahamiyat beradigan tarafi umuman mana naycha tashash yoki mevalarini tashash holatlari yo'q, barglari toza holatda turibdi. Juda ham chidamliligini Rocky gibridi mana shu yerda hozir namoyon qilyapti. Albatta ekishingizni tavsiya qilib qolamiz. Bu Rocky gibridini butun respublika bo'yicha hamma yaxshi biladi, chidamliligini, ser hosilligini. Sizlarga mana shu video bilan yana bir bora buni eslatishga joiz deb topdik. Marhamat, hozir ularning o'zlarining intervyularini havola qilamiz. Assalomu alaykum Akmal aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi o'zinglar? Akmal aka, mana hozir dehqonchiligingizni ko'rib juda ham havas qildik. Ochig'i har bitta bo'g'imida mana 3 ta 4 tadan yana naychalari mana hammasini ushlagan holatda turibdi. Avvalambor sizga rahmat shunchalik parvarish qilib e'tibor berganingiz uchun. Endi dehqonlarimizni qiziqtiradigan ozginagina savollar bor, shuni berib o'tsam. Akmal aka, bu Rocky F1 gibridi niholchalarini yerga qachon ekkansiz? 2-iyunda ekkanman. 2-iyun kuni yerga ekilgan. Ekilgan, urug'i tashalgan. Endi 6-iyulda sotish boshlaydi, terish boshlaydi terimni. 6-iyulda terishi boshlangan. Shu kecha kunduzgacha terkyapmiz. Kunora kuniga 150-200 kilogacha teryapmiz. Ha, mana bugun 22-avgust. 22-avgust shu vaqtgacha kunora hosil terilgan demak. Ha, shunaqa bo'lyapti. Hozir hosildorligi yaxshi bo'lgandan sekin pastga tushirish boshlayapmiz. Ha, mana shu haqda ham hozir so'ramoqchi edim. Ahamiyat beryapman, o'suv nuqtasi to'xtatilmaganda mana. Davom etib ketyapti. Ipidan pastga yechib tushiryapsiz demak. Ha, shunaqa bo'lyapti hozir. O'suv nuqtasi to'xtatilmagan umuman. Yo'q, to'xtatmadik. Juda ham yaxshi. Bu dehqonlarimizga ham mana endi bunaqa agrotexnik tadbirda qo'llaydigan dehqonlarimiz albatta bor. Keyin hozir pastlariga ahamiyat beryapman. Tergan joyingizdan yana hosil berishni boshlabdimi bu? Ha, shunisiga qiziqib turib yana ishlovlar berishni boshlaydi. Hozir shu hasharotlarga kurashib sekin tushirishni boshlayapmiz. Xudo xolisa sentyabr oxiri oktyabrgacha teramiz. Xudo xolisa barakasini bersin. Juda ham tavalli xususiyati ham mana juda ham yuqori. Qattiqligi. Ochiq havas qildik Akmal aka. Zo'r. Bundan ham yaxshi natijalarni kutib qolamiz sizdan. Rocky F1 gibridi haqida nima deya olasiz endi? Xudo xolasa, keyingi yil ham shuni ekishga harakatdamiz endi. Sizga ma'qul bo'ldi demak. Ha, ma'qul, yaxshi. Akmal aka, rivojini bersin, barakasini bersin. Rahmat kattakon, salomat bo'ling aka. Rahmat sizlarga ham, charchamanglar. Mana azizlar, o'sha o'suv nuqtasi to'xtatilmasdan ipidan bo'shatib pastga tushirilgan. Hamma mana donlarini yaxshi ushlab bemalol boqishga kuchi yetyapti. Ahamiyat beringlar, mana o'suv nuqtasi to'xtatilmagan. Hammasida shunaqa o'suv nuqtasi to'xtatilmagan. Yuqoriga mana gullab o'sib hosil berishda davom etmoqda. Mana hurmatli dehqonlarimiz, bu yana bir tajriba.
Kimdir o'suv nuqtasini to'xtatadi. Kimdir o'sha o'suv nuqtasi simga yetganda, ya'ni issiqxonaning yuqori qismiga yetganda qaytarib tushiradi. Lekin mana bu Akmal aka dehqonimiz hozir o'zini yotqizganlar, pasaytirganlar. Judayam mana natijasi chiroyli. Yuqoriga yana hosil shakllanishda davom etmoqda. Barglari toza, hech qanaqangi unshudring yoki boshqa bir zamburug'li kasalliklarning umuman alomati yo'q. Vaholanki, hozir 22 avgust 6 iyuldan beri hosil terilgan maydon. Albatta bu yerda o'sha dehqonimizning mahoratlariga ham rahmat deb o'tishimiz kerak. Ekishingizni tavsiya qilib qolamiz.